ekan aka. Men aka izlashga qo'yaman. Men nima qilayman? Men yeb ketaverayman o'zi. Aka sizga so'z Tun, oy, hafta mavzusida hocam. Benzin 0 ko'ryapsizlarmi? 0 benzin. Qani benzin olish qiyinmi yoki yo'qmi sizlar bilan ko'ramiz. Zapravka ekanmiz hozir. To'polama o'tishtasizlar o'zi. Men nima qilayman? Men yeb ketaverayman o'zi. aka sizga so'z qo'yildi debman. Menga benzin qo'yilmadi. 200 ming qo'yib, o'z pulimni bering. Bo'ldi, men sizdan o'tash maqsadim yo'q. Men aka mo'jal o'qigan ekanini adashib ketman. O'tmayapti, mana hozirlar o'yapti. Chekib olib. Yo'q, chekib olib. Mana Spark, mana. ikkita bochka terminal bo'lsa ko'rda turibdi. Hali uni yechganim yo'q. Mana shu yosh katta odam qanaqa qiladi? Qo'llarida karta bog'langan gap. Ha, biz aytamiz. Bechara qiynalib ketdi u bola borku. Eslashyapti uni bor. Pullarni bekor yo'q qilib qo'ydida, apparatdan bitta olib kelib qo'yishgan. Ha, bitta apparat hammadan yechyapti. Mana shunga o'chirtaman ekan. Men bitta anodi ochyapti. Masalan, bitta yechdimi, o'sha kolonkaga ochmaguncha boshqaga ochilmaydi. Ha, yo'q-e. Naqd bankomat turibdi-yu, mana hozir masalan terminali bor odam naqd pulni olib o'sha bankomatga tashlab, kartasiga o'tkazib, keyin borib pul o'qiyapti-da, to'g'rimi? Agar yo'qladi masalan. Agar bankomat ishlay qolsa, masalan, tamom ekan. O'zi bo'ldi, ha? O'zini kartasidan onlayn to'layapti. Endi sizlar karta qilib qo'yinglar, bir 5 ta 6 ta qilib. Tarqatib yuribdi. Hop, qani, kartasini oldingiz terminalni. Minus pul bo'ladimi ichida hozir tashlang? Ha, 0 mi? Balans 0 mi? Kartaga pul to'laysizmi? Nechta pul? Bankomatdan to'laysiz. Masalan, o'zingizga kerak masalan. Yo'q, kartani olish uchun ham pul to'lanadi, demoqchiman. Tekinga beryaptim kartani. Zapravkaga, shu vinovodkaga o'tadi ular kartasi. Ha, bo'ldi, shu ikkita joyga o'ziga o'tadi. Foizga ko'nmaydigan odam qancha ish qilib rosa anaqa bo'lyapti. Hali sal vaqt beramdi deb o'ylayman, eskiga qaytarib tinchgina naqd. Oddiy bitta misol, mana pistoletchi ekan biza 1 millionlik benzin quysa 5 ming, 10 ming qo'shib berardik. Har holda ularga sal oyligidan tashqari bo'lsa ham tirikchilik bo'ladi. To'g'ri, hozir berib ketsam ham bo'lardi. Endi ko'pchilik yo'g'i to'lov qilgandan keyin psixologik yuji bo'ldi, pulni to'lab bo'ldim degan narsaga ega bo'lib turib, shunday chiqib ketib qoladi-da. Zato uni chekam berishmadi, lekin chekam olganim yo'q. Chekam yo'q deylar. Ishqilib shunaqa holat o'zingizlar ko'rdinglar.